shaxslar hamda tegishli tashkilotlarning murojaatlari taqdim qilindi. Komissiya tomonidan mazkur mablag'larni ajratish bilan bog'liq takliflar belgilangan tartibda jamoatchilik muhokamasi portaliga ham joylashtirilganligi aytib o'tildi. Muhokama muddati davomida ushbu loyihalar yuzasidan hech qanday e'tiroz yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilindi. O'rganishlar davomida mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hisobidan quyidagi ustuvor yo'nalishlarga mablag'lar ajratish aytib o'tildi. Ya'ni shahar markaziy ko'chalarida yashil makon umumiy dasturi doirasida ekilgan ko'chatlarni sug'orish tizimini barpo etish uchun 300 million so'm. Bu aytib o'tildi, hozir mana qilingan narsa uchun so'ralyapti bu. Ikkinchisi, bolalarni sog'lomlashtirish va aholi salomatligini tiklashga ko'maklashish jamg'armasiga 472 million so'm, tashabbusli byudjet jamg'armasiga 345 million so'm, shahar hokimligi balansida turgan avtomobilni ta'mirlash uchun 11 million so'm, Olmaliq ovul mahalla fuqarolar yig'ini hududida obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish uchun 1 milliard 66 million so'm, shahar hududida amalga oshirilgan boshqa ustuvor tadbirlar va xarajatlarni moliyalashtirish uchun esa 2 milliard 392 million so'm so'raldi. Komissiya ushbu mablag'lar ajratilishda shaharda ekologik muhitni yaxshilash, aholi uchun qulay infratuzilma shakllantirish, mahallalarni obodonlashtirish, bolalar shifoxonasiga dam olishni tashkil etish hamda tashabbusli byudjet loyihalarini moliyalashtirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Lekin hozir mana o'zlaringiz guvoh bo'ldingiz, mana shu masalalarda demak qo'shimcha e'tirozlar yoki takliflar aytildi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi bu takliflarni inobatga olgan holda, sizlarning e'tirozlaringiz takliflarni inobatga olgan holda Olmaliq shahar kengashining 46-sessiyasida tasdiqlashga muvofiq deb hisoblaydi. Demak, ko'rib chiqilib qaytadan hukm qilamiz. Komissiya xulosasiga asosan komissiya qaror loyihasi barcha deputatlarga tarqatilgan, tasdiqlangan deputatlar qo'l ko'tarib hozirda qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror tasdiqlandi. Bu tarafda 3-chi masala ko'rib chiqib o'tamiz. Infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'i hisobidan foydalanish to'g'risida savol berish shahar hokimligi deputatlar, navbatdagi masala infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari hisobidan foydalanish to'g'risida. Ya'ni bu jamg'arma borligini hammamiz bilamiz. Ya'ni shu jamg'armada hozirgi kunda o'sha 467 milliondan ortiqcha 467 millionimiz bor. Ya'ni shu rahbariyatga maslahatlashish puli shaharning ekologiyani yaxshilash va atrofini asrash, aholi salomatligi va sanitariya gigiyena sharoitini yaxshilash bilan bog'liq bo'lgan hamda boshqa zarur xarajatlarni moliyalashtirish uchun jamg'arma hisobidan 465 million so'm mablag' ajratish. Ya'ni nimaga ajratamiz? 10 ta mahallada shox-shabba yig'ish punktlari uchun jami 120 million so'm hamda Alisher mahallasida sug'orish pulini tashkil qilish bo'yicha markaziy ko'chani sug'orish, ya'ni shu radioga pastga taraf unamiz yo'q. Uni sug'orish tizimi bo'lmaganligi sabab shunga 140 million so'm mablag' so'ralgan ajratishdan. Bu masala hurmatli deputatlar. Qaysi mahallaga joylashtirishni o'nta mahallani hozir nima qilyapti? Ko'rib chiqilyapti. Bu ro'yxati bor, bu nima qiladi? Qaror chiqquncha beramiz. Aytda ham bu narsa kerak edi. Chunki shox-shabbani olishlarida obodonlashtirish boshlig'i ammo Angliyadan million foizga olib borishadi, ular qabul qilmaydi. Olib London tagiga birinchi qavatga olib yig'ish boshlaydi bo'yasga. Bu aytganda bizni xalqimiz hali axlat tashlash madaniyatiga hali unchalik darajada o'rganmagan. 5-10 ta shox-shabba ko'rgandan keyin yoshlarimiz uni 50 metr yoqda musul qabul qiladigan punkt emas, shox-shabba bor joyda sarafon paket tashlab o'tib ketgan. Bu narsa yig'ilib uni bittasi tashladi, ikkitasi tashladi. Aytganda yarim kunda yig'ilgan shox-shabbaga bir hafta bo'layotganda shu musul ko'rib ketgan. Shuning uchun u punkt yaxshi o'tdi. Ko'pchilik e'tirozi bor edi. Eshikni oynasini ochsa, atrofda shox-shabba turadi. Bu aytgandek higiyenistiga ham to'g'ri emas edi. Bundan shu o'ylayman, hamma qo'llab-quvvatlasa kerak. Kerakli va rivojlantirish
Xulosasi. Olmaliq shahar hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan kiritilgan shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazi qoshidagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari hisobidan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligi hamda sanitariya gigiyena sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan tadbirlarni moliyalashtirish uchun 465 million so'm mablag' ajratish to'g'risida masala doimiy komissiya yig'ilishida atroflicha muhokama qilindi. Muhokamalar natijasida mablag'lar to'g'ri talab qilinayotganligi va to'g'ri yo'nalishga yo'naltirilganligi yuzasidan fikrlar bildirildi hamda doimiy komissiya a'zolari tomonidan mazkur masalaning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati, ekologik holatni yaxshilashga qo'shadigan hissasi hamda aholining turmush sifatini oshirishidagi o'rni e'tiborga olinib, taklif so'zlab quvvatlandi. Yuqoridagi inobatga olgan holda mana bu taklif Olmaliq shahar kengashining 16 sessiyasi tashkil qilish maqsadida muvofiq deb hisoblanadi. Komissiya xulosasiga asosan esa qarorlar barcha deputatlarga tarqatilgan. Siz huquqda tasdiqlashni hozirlar qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror tasdiqlandi. Bu tartibdagi 4-chi masalaga o'tamiz. Olmaliq shahar adliya bo'limining 26-6 oy davomida amalga oshirgan ishlar to'g'risida. Shahar adliya bo'limi boshlig'i Ulug'bek To'laganov. so'mlik
mablag' undirilgan bo'lsa, ikkita ariza asosida 199 million so'm ortiq mablag' undirildi. Davlat xizmatlari markazi faoliyati to'g'risida Olmazor shahar adliya bo'limi davlat xizmatlari markazida 7 nafar xodim faoliyat yuritmoqda. Markaz tomonidan 26 yil davomida to'g'risida davlat xizmatlari ko'rsatildi. Jismoniy va yuridik shaxslardan ko'rsatilgan xizmatlar soni 7680 dan ortiqni tashkil etdi. Fuqarolik holatini davlat xizmatlari yig'ish bo'limi faoliyati to'g'risida Olmazor shahar adliya bo'limi fuqarolarini holati davlat xizmatlari yig'ish bo'limida 3 nafar xodim faoliyat yuritmoqda. Bo'lim tomonidan 25-yil 6 oy davomida fuqarolik holati davlat xizmati qayd etish bo'yicha tug'ilish holatlari 1878 ta, 2026 yilda tug'ilish holati 1523 ta tashkil etiladi. Nikoh holatlari bo'yicha 2025 yil 6 oy davomida 388 ta nikoh o'tgan bo'lsa, 2026 yil 6 oy davomida 393 ta nikoh qayd etilgan. Nikohni bekor qilish holatlari 2025 yilda 154 ta tashkil qilingan bo'lsa, 2026 yil 6 oy davomida 168 ta nikohni bekor qilish holati qayd etilgan. Bo'lim holati 2025 yil 6 oy davomida 447 ta tashkil qilingan bo'lsa, 2026 yil 6 oy davomida 404 ta tashkil qiladi. Hurmatli deputatlar, Olmazor shahar adliya bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan mazkur ishlar qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning huquqiy qonuniy manfaatlarini himoya qilish, aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish hamda davlat organ faoliyati qonuniylikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bor? Qo'shimcha fikr muhozara bo'lmasa, rahmat. Hisobot yuzasidan shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish, xavfsizlik va davlat organi ochiqlik ta'minlash masalalari bo'yicha Doimiy komissiya a'zosi Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Xalq deputatlari Olmazor shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish, xavfsizlik va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining Olmazor shahar adliya bo'limining 2026 yil 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlari to'g'risidagi masala yuzasidan xulosasini o'qib eshittiramiz. Olmazor shahar adliya bo'limi boshlig'ining 2026 yilning birinchi yarim yili davomida davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi faoliyati hamda huquqni qo'llash amaliyoti holati yuzasidan axboroti doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqildi va muhokama etildi. Muhokama davomida shahar adliya bo'limi tomonidan davlat organlari va tashkilotlarida qonunchilik hujjatlari ijrosini ta'minlash, huquqiy tartibot ishlarini kuchaytirish, huquqni qo'llash amaliyotini tahlil qilish, davlat xizmatlari ko'rsatish sifatini oshirish hamda aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish borasida muayyan ishlar amalga oshirilganligi qayd etildi. Bundan tashqari hisobot davrida davlat organlari va tashkilotlarida qonunchilik hujjatlarini qo'llash bo'yicha uslubiy ko'mak ko'rsatilgan. 700 dan ortiq huquqiy tartibot tadbirlari tashkil etilgan. Xalq deputatlari shahar kengashining normativ huquqiy ustidagi qarorlari huquqiy ekspertizadan o'tkazilgan. Komissiya a'zolari tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar natijasida aniqlangan qonun buzish holatlari davlat organlari va tashkilotlarida qonunchilik talablariga so'zsiz rioya etish, xizmat intizomini mustahkamlash, korrupsiyaviy omillarni barvaqt aniqlash va bartaraf etish, shuningdek, fuqarolar murojaatlari bilan ishlash sifatini yanada yaxshilash zarurligi ko'rsatishi ta'kidlandi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda korrupsiyaga qarshi kurashish, xavfsizlik va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xalq deputatlari Olmazor shahar kengashining 46 sessiyasida tasdiqlash maqsadiga muvofiq deb hisoblaydi. Komissiya xulosasiga asosida esa qarorlar tasdiqlashni rozilar, qarshilar yo'q. Betaraflar yo'q. Qaror tasdiqlandi. Kun tartibi 5-masala ko'rib chiqishga o'tamiz. To'g'ridan to'g'ri tasdiqlash bo'yicha muhozara bo'lgan. Tasdiqlangan reglament bo'yicha masala yuzasidan qo'shimcha fikrlar bo'lmagan bo'lsa, qaror loyihasini deputatlar taqdim qilgan. Huquqiy tasdiqlashga berish so'raydi. Rozilar, qarshilar Yo'q. Betaraflar yo'q. Qaror tasdiqlandi. Kun tartibi 6-masala ko'rib chiqib o'tamiz. Olmazor shahar tibbiyot birlashmasi rahbarining 2026 yil 6 oy yakun yuzasidan amalga oshirish ishlari yuzasidan bo'yicha hisobot. Shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Aziz Jinazarov.